sizlar bilan ko'pchilik ishda qiynaladigan misolni oson yechimini birgalikda ko'rib chiqamiz deyman qarang. Xo'p, demak ikkita tegramalar sistemasi berilibdi. For each real number there. Demak, har bir haqiqiy sonlar uchun which of the following quyidagilardan qaysi biri nuqtalar lie on degani yotadi. Graph of each equation. Har bir tenglamaning grafiki yotadi. In the xy plane. Xy tekisligida given system berilgan sistema uchun. Xo'p, demak qarang. Ikkita sistema beribdi, ya'ni ikkita tenglama beribdi va bu nuqtalar qaysi biri shularning har birida yotadi. Xo'p, endi buni yechishni oson yo'li javobdan kelish. Nimaga? Javoblardan quyidagilardan qaysi biri deganligi uchun. Xo'p, men A javob turib tursin, Z turib tursin va men B javobga qarayman. Nima turibdi? Bu bilan sardoyimligi, bu x bilan va y bilan. Demak, men y o'rniga r ni olib qo'yaman va x topaman. Demak, hozir ikkalasiga farq yo'q, ikkalasi ham bir xil. Nimaga? 5 ga bo'lib olinglar. 5 ga bo'lsam 7x 4y teng 3. Ya'ni bu bilan bu nima bir xil. Olasam tepaga, olasam pastga olib qo'yaman. Men r ni olib qo'yaman. Demak, 7x plus 4r teng 3. Hop, bu yerdan x topsam 7x teng 3 minus 4 r va 7 ga bo'lib olsam 3 taqsim 7 minus 4 taqsim 7 r bo'lyapti. Xo'p, qarang. Mana bu bilan mana bu bir xilmi? Demak, minus 4 taqsim 7 r qo'shib 3 taqsim 7. Ha, demak, mana bu bilan bir xil. Demak, javob B ekan. Xo'p. Agar mabodo shu yerda bir xil bo'lmaganini aniqlardim, ikkinchi javob o'tardim. Ya'ni buni endi x o'rniga borib qo'yardim. Bu y topardim. Va hokazo x o'rniga qo'yardim. Xuddi shunday tartibda analiz qilib chiqsak, eng oson yechimi shu.